umumiy ma'lumotlar sahifasida mehmonxonalarni ham videoga olish boshladik. Hozir turganimiz Hayat House. Bemorlarimiz yaxshi ko'rgan bitta otel. Ichida 3 xil turdagi xona bor. Oddiy xona, oshxonali xona va oshxonali xonani qo'shimcha yana bitta xonasi bor. 2 xonadan iborat bo'lgan. Suite deb aytishadi ingliz tilida. Shifoxonadan mehmonxonaga, mehmonxonadan shifoxonaga mashina beriladi. U xizmat tekin. Hayotda juda ko'p bemorlarimiz turgan mana shu 5,5 yil davomida juda ko'p bemorlarimiz hayotda eng ma'qul mehmonxona deb bilgan. Bu mehmonxona hozir tashqarisidan turamiz. Men bu o'ng qo'ldagi budkani oldidan mana bu stop znakidan shuni chapga qayrilganda Gebze shopping center, ya'ni nima bo'ladi? Gebze savdo markazi bor. Ko'pgina bir 4 etaj bor. 4-etajda bir nechta restorani bor. Hozir ichkariga kiramiz va hayotda ichkarida xonalarni videoga olib ma'lumot berish boshlaymiz. Bu yerda ko'rsatayotgan narsamiz mana reception. Receptionda transfer daftari bor. Transfer daftarida reception kelinadi. Mana 5-yanvar bu soatda shifoxonaga ketmoqchiman deb 14:00 xona raqami, odam soni yoziladi. Bo'ldi. Imomiyatda bu jadvali ham bor. Jadvali bo'yicha mashina soat 7 dan boshlab 17:30 da eng oxirgi transfer beriladi shifoxonaga. Shifoxonadan bo'lsa, shifoxonaning resepsiyonidan bemor bor, mashina kelsin deb otelga telefon qilinadi mehmonxonaga va mehmonxona mashina jo'natadi. Resepsiyonda Mehmet abi bor. Raya xanım, siz o'zbekcha ruscha biliyor musunuz? Yok, bilmiyorsunuz. Ben Nemetski. Almanca biliyor Mehmet abi. Mehmet abi 5 yıl oldu, 5 yıl bo'ldi taniyman. Bir ajoyib inson, maşallah. Yumshoq, har doim yordamchi, maşallah. Hozir xonalarni ham ko'rsatamiz. Rahmat. Hayat House'da liftdan chiqqanda, shuni chapga yurganda shunaqa bir uskuna o'rnatib qo'yishibdi. Toza suv, ichiladigan suv, bemorlar idishlarini olib, shu yerda suv to'ldirib qo'yishsa ham bo'lar ekan. Hop, Hayat House'da oddiy xonasida turamiz, nomi Zen. Bu xonada kichkinagina oshxonachasi bor. Nimadan iborat? Mikrovolnovkadan iborat va choyning chashkada turgan tagida xolodilnigi bor. Bu juda muhim bir xilda bemorlar uchun. Chunki yonida торговый sentr bor, bu narsalarni olib xolodilnik qilib qo'yishadi va sotib olib, dori sotib olib ketishayotganda ma'lum bir aqlli dorilar xolodilnikda saqlanishi kerak. O'shani qo'yib qo'yishadi, xolodilnikdan olib keyin yana O'zbekistonga qaytishadi. Bu oddiy xonasi Zen oda. Oddiy xonasida mana balkoni ham bor. Balkondan chiqqanda o'sha tog'larga, daraxtlarga, dengizga manzarasi bor. Bu 5-etaj. Tepa etajlarda yanada ancha chiroyli manzaralar bor. Xo'p, bu suite oda, eng katta xonalarning bittasi. Bu yerda oshxona bor. Oshxonaga tegishli hamma uskuna bor. Xolodilnik, elektropechka, mikrovolnovka, idish yuvadigan ham uskuna, hop, toster. Ajoyib zo'r qurilgan. Mebelni men rosa ham yoqtiraman. O'zim hayotda bir nechta hafta turganman o'qiyotganda Anadoluda. Hop, bu xonadan yotoqxonaga o'tsa bo'ladi. Shu xonasi 2 xonadan iborat. Oshxonali qismi va asosiy yotoqxona. Balkoni keng, hamma xonalar dengizga qaragan. Hayotda ko'rib turganinglarda divan juda bir qulay kravatga aylana oladi. Ajoyib shirin kravat bo'la oladi. Ya'ni bu xonada bir nechta 4 ta katta odam tura oladi.
Hayat House'damiz. M etaji bor. M etajida o'yin qismi bor. Fitness bor va basseyn bor. Basseynda ichida saunasi ham bor. Hozir Yelkinkaya degan mehmonxonaga keldik. Yelkinkaya mehmonxonasi dengiz bo'yida joylashgan. Bu mehmonxonani ham bemorlarimiz ko'p tanlashadi. Dengiz yonida bo'lgani uchun o'zi xursand bo'lishgan bu mehmonxonadan ham. Mehmonxona to'g'risida ichkarida yana qo'shimcha ma'lumot beraman. Merhabalar, Yelkenkaya Mehmanhanesi'ne hoş geldiniz. Yelkinkaya mehmonxonasidamiz. 5-etajda orada mashalloh chiroyli bir manzarali oshxonasi bor ekan. Bu otelli narxiga ertalabki nonushta, kechki paytiga ovqatli kiradi. Manzaram mashalloh rostdan ham juda chiroyli. Xonalarni hozir batafsil yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Yelkinkaya mehmonxonasida syut, ya'ni bu syut degani o'zbek tilida kattaroq boshliq xona degandek tushunsa bo'ladi. Bu yerda 3 ta katta odam yotar ekan. Dengizga qaragan. Umuman olganda mehmonxonada 70 ta xona bor. Mehmonxonada shunaqa maskanlar qilingan ekan, joylar qilingan ekan. Xonalardan tashqarida o'tirib, bu masalani gaplashmoqchi bo'lsa, bemor oldida emas, ya'ni o'tirib qulaylik yaratilgan ekan. Bemorlarga qaruvchilar uchun va bemorlar uchun ham. Bu standartli xona, balkoni bor. Xona. Ko'p gapirishga imkoniyat yo'q. Ko'rib, bilib qanaqaligini tushunishingiz uchun qilingan video bu. Bu standartli xona 2 kravatli. Buni ingliz tilida twin deb aytishadi. XZ. Ya'ni 2 ta alohida kravat. Ona farzand, ota farzand, aka-uka yoki opa-singil kelishsa, shunaqa 2 ta alohida kravatli holat talab qilinsa, shunaqa xonalarimiz bor. Standartli xonalar balkonli va balkonsiz bor. Ya'ni balkonligini bemor xohlasa yoki yaqinlar xohlasa, oldindan bizga balkonligini xohlaymiz deb xabarni berish kerak bo'ladi va biz unga qarab rezervatsiya qilib qo'yamiz. Mehmonxonalarning hammasini vakillik qiladi O'zbekistonda. Biz ro'yxat beramiz, narxlarni beramiz. Tanlagandan keyin shu turdagi otel, shu turdagi xona xohlayapmiz deb aytilsa, biz uni hammasini hozirlab qo'yamiz va bemor kelishiga tayyorlanib qo'yiladi. Bu yana bitta syut xona. Syut xonada hozir ko'rib turganingiz
yotoqlar ajralar ekan. Mana bu katta krevet, ikkita alohida krevet bo'la olar ekan. Hammasi shu xonalar dengiz manzarali va balkoni bor xonalar ekan. Yelkinkaya otelda yangi qismi tayyor bo'ldi bu yildan. Bir oiladagi bu ishga tushadigan bo'pti. Yangi qismida xonalarni kvartiradaka qilishibdi. Oshxonasi bor, hamma uskunalari bor, oshxonaga tegishli, kir yuvadigan mashinalar har bir xonada bor. Har bir kvartirada bitik. Kvartirasi har bittasi balkonli ekan. 16 ta umuman jami 16 ta kvartira bor. Va ilik ko'chirish transplantatsiyasiga Anadoluga bemorlar ko'p keladi. Chunki bu sohada Anadolu katta lider. Ilik ko'chirgan bemorlarimiz bir nechta bor. Shu ilik ko'chirgandan keyin 3 oy, 2 oy qoladi bemor. Shu kvartiralarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Shu ehtiyojni qondirish uchun bunaqa turdagi otellardan qo'llanish mumkin bo'ladi. Salon deb aytiladi, mehmonxona. Mana bu mehmonxona, bu xona va mana bu eshiklar yopiladi. Ichkarida yotoqxona. Kvartirada tursa ham mehmonxona, nonushta, kechki ovqat, bufet, ularni hammasini o'z zimmasiga oladi. Internet, svet, gaz, boshqa xizmatlarga alohida pul olinmas ekan. Yonimizda otelda boshlig'i yuribdi. Hozir bu xonani ham ochib beraylik, ko'ringlar deb aytdi. Unga qo'shimcha ma'lumot, hamma divanlar krevet bo'lar ekan. Hammasida balkon bor. Ovqat, ertalabki nonushta, kechki paytiga ovqat, tozalash ishlari, kommunal xizmatlari hammasi bizni zimmamizda deb aytdi. Muhimi xolodilnik bor va oshxona uchun plita qo'yib beramiz. Chunki bemorlar bir xilda o'z mamlakatini ovqatini yegisi keladi. Unga biz sharoit qilib beramiz deb aytdi. Eastern Side Beats, the producer. Rossa otelga keldik. Rossa mehmonxonasi yangi mehmonxona, dengiz bo'yida joylashgan, Yelkinkayaga o'xshab. 100 qadam dengiz bo'yida yaxtalar turgan joylarda bemalol sayr qilsa bo'ladi. Havoda chuqur-chuqur nafas olib, mazza qilib. Rossa otelga hozir kirib, ichida mehmonxonaning ichidagi xonalarni ko'ramiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür, çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rossa mehmonxonasida yangi hozir boshliq bilan gaplashdik, tanishdik. Aytdiki, biz faqat bemorlar uchun bu mehmonxonani qurdik. 20 ta xonamiz bor bu mehmonxonada. 20 tasini ichida 14 tasi balkonli, lekin 6 tasi bunaqa katta balkonli va 6 tasi buni yarmi. Xuddi shu shaklda. Dengiz, Marmara dengizi, o'tda yaxt klublari bor. Bir
sayr qilish uchun bir juda chiroyli yerlar. Mehmonxonalar bilan tanishishda davom etyapmiz. Hozir eng oxirgi otelga keldik. O'zi mehmonxonalarning ro'yxatini bemorlarga berganimizda 20 ta mehmonxona bor. Hozir Hayat ko'rdik, Rosa yangi mehmonxona ko'rdik. Yelkin Kayaga bordik. Hozir Hexagonga keldik. Eng ko'p bemorlarimiz yoqtirgan otelga borib video olyapmiz. Hozir Hexagonga keldik. Hexagon Rosaga qo'shni mehmonxona, dengizni bo'yida bu ham. Ya'ni bemorlarga ro'yxat jo'natganimizda qisqa izohlab beramiz mehmonxonalar bo'yicha. Bu dengiz bo'yida, bu Targov sentri yonida, bu bunaqa degan. Hexagonni ko'p tanlashadi bemorlarimiz. Hexagon to'g'risida hozir ma'lumot beramiz, ichkariga kiramiz, xonalarni ko'rsatamiz. Hexagon mehmonxonasi, basseyni, havuzi bor. Dengiz manzarali. Tabiati go'zal. Hexagon Rosa mehmonxonasining oldida shunaqa promenad deb aytiladi-ku, shunaqa bir joy bor. Bemalol bir 3 kilometr o'ngga, 3 kilometr chapga yursa bo'ladi. Yaxt klubi bor bu yerda, dengiz oldida. Rosa yurishli bir joy, juda qulay. Kolyaskada, invalidniy kolyaskada yursa sharoitlar bor. Ya'ni odam onasini, otasini olib kolyaskaga o'tkazib, aylantirib, havodan nafas olib, muhitni o'zgartirib, yana otelga qaytsa bo'ladi. Eastern Side Beats. Hexagon mehmonxonasi standartli xona. Bu mehmonxonada hamma mehmonxonalar gibi deb aytgim keldi turkcha qilib. Hamma mehmonxonalar qatori ticket transfer beriladi. Hexagonda hamma xonalarda balkonga chiqish bor. Balkonda dengiz manzarasi bor. Havuzga qarash bor. 10 tarafdagi xonalarda hovuzga va dengizga qaraydi, juda zo'r. Bu mehmonxonada yana bir alohida aytib o'tadigan joyim, vannasi bor. Ko'p mehmonxonalarda faqat dushxona,
Bu mehmonxonada vanna ham bor. Ertalab va kechki payt ovqat mehmonxonani narxiga kiritilgan. Invalidniy kolyaskalada ko'p mehmonxonalarda xizmati bor. Ya'ni invalidniy kolyaska kerak bo'lsa, olib kelib o'tirish shart emas O'zbekistonda. Shifoxonada ham bor va mehmonxonani o'zida ham invalidniy kolyaska bor. Undan bemalol foydalansa bo'ladi. Ko'chaga chiqayotganda ham kolyaska olib, yaqindan odam kuchi bo'lmasa yoki yura olmasa olib chiqib, o'sha dengiz oldida aylantirib, qaytarib olib kelsa bo'ladi. Heksagon mehmonxonasini syut, ya'ni boshliqlar xonasiga kirdik. Taxminan bir 45 kvadrat chiqadimi, undan ko'proqmi bilmadim. Hop, balkoni bor va 2 xonadan iborat. Bu syut, hamma syutlar qatori. Qarab turganinglar bu divan, kreslo, krovat bo'lar ekan, bu ham dengizga qarab, ishlarni qilib, gaplashib yaqinlar bilan. Albatta, musofirchilik qiyin ish. Xasta bo'lish undan ham qiyin ish. Bu keladigan bemorlarimiz ikkita katta vazifani bajarishadi. Bemor ham davolanishadi ham, musofirchilik ham qilishadi. O'sha musofirchilik eng maksimal tarzda qulay bo'lishligi uchun ma'lumot beryapmiz. Bemorlarimiz qaysi otel ma'qul deb topishsa, biz ularga mehmonxonalarni band qilishda yordamchi bo'lamiz.